Assalomu alaykum, hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari. Biz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev raisligida Yevropa Ittifoqi va mintaqamiz yetakchilari ishtirokida o'tayotgan tarixda birinchi Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi sammitini qabul qilayotganimizdan mamnunmiz. Bunday katta va muhim xalqaro tadbirni qabul qilish bizga g'urur bag'ishlaydi. Ushbu tarixiy tadbir jahon sivilizatsiyasining eng qadimiy markazlaridan biri Samarqand shahrida o'tayotgani ramziy ma'noga ega. Asrlar davomida Buyuk Ipak yo'lining bu ulug'vor shahri Sharq va G'arb o'rtasidagi ko'prik, ma'rifat, ilm-fan va savdo markazi bo'lib, nafaqat xalqaro aloqalarni rivojlantirishga hissa qo'shgan, balki tarixda o'chmas iz qoldirgan. Mana bugun mintaqamiz va Yevropa Ittifoqi yetakchilari Samarqandda yig'ilib, savdo-iqtisodiy hamkorlik masalalarini atroflicha muhokama qilayotgani Samarqand o'zining siyosat va savdo markazi sifatidagi o'rnini qayta tiklayotganidan dalolat beradi. Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi hamkorlik bugun mutlaqo yangi sur'at kasb etdi. Iqtisodiyotdan tortib madaniyatgacha bo'lgan barcha yo'nalishlarda hamkorlik faollashdi. Qo'shma muloqot maydonlari faol ishlamoqda. Zamonamizning dolzarb muammolarini hal etish bo'yicha qo'shma yondashuvlar ishlab chiqilmoqda. Shu ma'noda bu sammit munosabatlarimizda muhim bosqich bo'ladi. Samarqanddagi uchrashuv natijalari hamkorligimizni yanada rivojlantirish uchun yangi istiqbollar ochishiga shubha yo'q. O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi hamkorlik mustahkamlanib borayotgani, uni yanada kengaytirishga qat'iy intilish shakllanganida shubhasiz muhtaram prezidentimizning xizmatlari katta. Bu davlatimiz rahbarining oqilona va uzoqni ko'zlab yuritayotgan tashqi siyosatining samarasidir. Erishilgan asosiy yutuqlar bu O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 6 milliard yevrodan oshgani, O'zbekiston mahsulotlari eksporti 2020-yilga nisbatan 4 barobar oshdi. Qo'shma korxonalar soni 1000 tadan oshdi. Yevropaning yetakchi kompaniyalari yashil energetika, infratuzilma, yengil sanoat, o'ta muhim xomashyo resurslarini qayta ishlash sohalarida qator yirik kooperatsiya loyihalarini amalga oshirmoqda. Bugun boshlangan sammit uzoq yillarga mo'ljallangan yangi yo'nalishlar va ulkan maqsadlarini belgilab beradi. Bu haqda so'z borar ekan, Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi munosabatlar dinamikasi, hozirgi kun tartibi va istiqbollarini davlatimiz rahbari Euronewsga bergan eksklyuziv intervyusida batafsil tahlil qilib berganlarini ta'kidlashni istardim. Sammitning birinchi kunida bo'lib o'tgan voqealarga to'xtalib o'tmoqchiman. Barcha ishtirokchi delegatsiyalar Samarqandga yig'ildi. Kecha Yevropa Kengashi prezidenti Antonio Koshta, bugun Yevrokomissiya prezidenti Ursula von der Leyen xonim hamda Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon, Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov mamlakatimizga tashrif buyurdi. Davlatimiz rahbari Yevropa Ittifoqi yetakchilari Antonio Koshta va Ursula von der Leyen xonim bilan alohida uchrashuvlar, keyin qo'shma tarkibda muzokaralar o'tkazdi. O'zbekiston bilan Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikni eng avvalo savdo, iqtisodiyot va investitsiya sohalarida yanada rivojlantirish va mustahkamlash masalalari atroflicha ko'rib chiqildi. Yevropa Ittifoqining bosh institutlari rahbarlari yangi O'zbekistonni barpo etish bo'yicha amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar dasturini, shuningdek, Markaziy Osiyoda yaxshi qo'shnichilik, ishonch va sheriklikni mustahkamlash borasidagi siyosatini yuksak baholadilar va qat'iy qo'llab-quvvatlashlarini bildirdilar. Tomonlar innovatsiyalar, yashil energetika, tog' tarmog'i, qishloq xo'jaligi, transport, logistika, raqamlashtirish va boshqa yo'nalishlarda qo'shma dastur va kooperatsiya loyihalarini ilgari surishga kelishib oldilar. O'rtamizda mustahkamlanib borayotgan do'stlik va ko'p qirrali sheriklikning ramzi sifatida prezidentimiz va Yevropa Ittifoqi yetakchilari birgalikda daraxt ekdilar. Sammitning ishbilarmonlik dasturi ham bor.
uning doirasida Prezidentimiz Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti Adil Reno Basso xonim bilan uchrashdilar. Bundan tashqari O'zbekiston Yevropa ittifoqi muzokaralari doirasida Yevropa investitsiya bankining mintaqaviy ofisini ta'sis etish to'g'risida bitim imzolandi. Bu nufuzli moliyaviy institutning vakolatxonasi aynan Toshkentda ochilishi mamlakatimizni xalqaro moliyaviy hubga aylantirish sari muhim qadam bo'ldi. Bugungi mo'ljallangan tadbirlar dasturi hali yakuniga yetgani yo'q. Prezidentimiz qardosh qo'shnilarimiz Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston prezidentlari bilan uchrashadilar. Ikki tomonlama munosabatlar va ertangi sammitga aloqador dolzarb masalalarini muhokama qilib oladilar. Sammitning asosiy tadbirlari ertaga bo'lib o'tadi. Bu bevosita Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari va Yevropa ittifoqi yetakchilarining yig'ilishi. Unda iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlash, transport sohasidagi o'zaro bog'liqlik, barqaror taraqqiyot va ekologiya, gumanitar hamkorlik kabi keng qamrovli masalalar muhokama qilinadi. Yakunda sammitning eng muhim natijasi Markaziy Osiyo va Yevropa ittifoqi o'rtasida konstruktiv muloqotni kengaytirishga, barcha yo'nalishlardagi hamkorlikka kuchli surat bag'ishlab, munosabatlarni strategik sheriklik darajasiga olib chiqadigan Samarqand deklaratsiyasi imzolanishi kutilmoqda. So'ng delegatsiya rahbarlari Samarqand iqlim forumining yalpi sessiyasida ishtirok etadi. Asosiy e'tibor ekologik tahdidlarga qarshi kurashish, bu boradagi xalqaro hamkorlikni mustahkamlashga qaratiladi. Ushbu tadbirlar doirasida davlatimiz rahbari qator ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazadilar. Bularning barchasi haqida ertaga batafsil ma'lumot beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.